Assalomu alaykum. Bugun 9-iyun. Sharxon tumani Karnaychi MF 2243-2247 sonli konturlarga yetib keldik. Bu konturlarda Milliy bank hamkorligi asosida makka jo'xori yetishtirish bo'yicha loyiha ishlab chiqilgan. Ushbu loyihaning yer maydoni 245 metrga 469 metr tashkil etadi. Ushbu konturlarda 71 nafar dehqon xo'jaligi tashkil etilgan bo'lib, ularning har biriga 15 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Bu konturlarga Obod Karnaychi 3-7 ishlab chiqarish korxonasi kooperativ lider tadbirkor sifatida tayinlangan bo'lib, ushbu konturlardagi yetishtiriladigan mahsulotning umumiy qiymati 140 million so'mni tashkil etadi. Bundan ko'zlangan maqsad yalpi daromad 428 million daromad kutilmoqda.